Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 26-fevral, xudo xolasa, Samarqanddan Qashqadaryoga yo'lga chiqdik. Muborak tumaniga jo'natgan do'konimizni va'da qilgandim. Shaxsan o'zim borib video syomka qilaman deb, xudo xolasa yo'lga chiqdik. Biz Nuroboddan o'tib ketayotgandik. Bir 15 kun oldin qurib bergan do'konimni ishga tushiribdi. Shuni ham bitta sizlarga obzor qilib beraman. Mana shu 7,5 ga 5 metrli do'kon. Ko'pchilik biladi, bizani kuzatayotganlar. 15 kun oldin qo'yib berdim, ishga tushibdi. Shuni ham bir video obzor qilib beraman dedim. Mana ikkinchi maktab. Ikkinchi maktab to'g'risida. O'tgan safar to'liq obzor qilmadik. Bu sandwich panel. Ramala 8 ga 8 profil. Tomlari 10 santimetrli sandwich panel. Tomlar 10 santimetrli, devorlar 7,5 santimetrli. Mana devorlar. Endi ichini olamiz. Oldilari tunikafon, oldilari. Bu reshotkani do'kon egasi qilgan. Bizdan keyin biza qilib bermadik, lekin faqat mana bu alyumin profil, taglari, alkafonlarni biza qilib bergan biza. Aka hormang, bo'lyaptimi? Tagga lilon to'shabsiz, ha? MDF. Ustidan lilonni to'shabdi. Bu stol nimaga? Klientlarga ekan. Bo'ldi. Polgalarni biza qilib berdik, oldini o'zingiz qilibsiz, ha? Orqaga mana eshik, orqaga polgalarni o'zimiz qilib bergan biza. Mana tepalar mana shu ko'rinishda bo'ladi. Sandwich panel only. Xullas, mana oldida 60 santimetr alkafondan yopib berdik. Tosh otsa, nima shisha sinmasligi uchun. Endi klient xohishiga qarab. Xullas, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Respublika bo'ylab dastavka ustanovka qilib beramiz. 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham dastavka bor.